Donald Tramp Birlashgan Arab Amirliklariga yetib keldi va Sheyx Zayed ko'chasida Dubayning eng markaziy nuqtalaridan birida Burj Xalifaga qaragan to'g'ridan-to'g'ri hamda dengizga qaragan mana shu manzilda vid, eng muhim tomoni esa Zabil binosining arxitektori tomonidan ishlab chiqarilgan Trump Tower binosi savdosi ochildi do'stlar. 18-qavatgacha bu yerda mehmonxonalar va undan eng yuqori qavatgacha yashash binolari, kvartiralari sotuvi boshlandi. Binoning orqa tomonida esa 10 qavatdan iborat alohida avtomobillar uchun turargoh va uning tomida Infinity basseyn trenajyorniy zallar joylashgan. Ikkita bino o'zaro o'tish yo'lagi orqali bir-biriga ulangan. Agar manzilga qaraydigan bo'lsak, shundoqqina Burj Xalifa Sheyx Zayed ko'chasini bu tomonida bo'ladigan bo'lsa, qarama-qarshi tomonida aynan mana shu Trump Tower binosi joylashgan bo'ladi. Bu tomonda ochiq dengiz, bu tomonda butun dunyoning eng go'zal shahriga qaragan manzara. Do'stlar, bu yerdagi sifat va o'ziga xoslik Dubayda faqatgina bitta bo'ladi. Ya'ni Trump brendi bilan boshqa hech qanday bu yerda bino yo'q. Eng muhimi, desert. 6 yillik foizsiz rasrochka, 20% boshlang'ich to'lov va birinchi yilda faqatgina 2 marotaba 10% dan to'lov amalga oshiriladi. Keyingi to'lovlaringiz faqatgina qurilish davomida, ya'ni birinchi asosiy qavatlar boshlanganda 10%, 20-qavatgacha bino ko'tarilganda yana bir marta 10%, 40-qavatga chiqqanda keyingi 10%, xullas to kalitni olguningizgacha sizni xonadoningiz puli foizlarsiz to'lab boriladi.